Oltinchi qism. G'azabning muolajasi. G'azab to'lqinlanib kuchayib boshlaganda unga ilm va amal aralashmasidan iborat malham qo'yish kerak. Bunda ilm 6 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi, g'azablanayotgan kishi g'azabni ichga yutish, avf qilish, halimlik va chidamlilik fazilati haqida o'ylab, uning savobini ko'zlasin. O'zini bosishning savobiga yetishni qattiq istash kishini o'ch olib, alamini chiqarishdan qaytaradi va jahldan tushiradi. Molik ibn Avs ibn Hidzon aytadi: Umar bir kishidan g'azablanib uni kaltaklashga amr qildi. Men: "Ey mo'minlar amiri, Avfni qabul qiling, yaxshilikka buyuring, johillardan esa yuz o'giring" dedim. Sababi Umar "Avfni qabul qilib oling, yaxshilikka buyuring, johillardan esa yuz o'giring" oyatini o'qib, bu haqda tafakkur qilib yurar edi. Unga qancha tilovat qilinsa, Allohning kitobini qarshisida to'xtab, ko'p tafakkur qilar edi. U oyatni tadabbur qilib o'sha kishini qo'yib yubordi. Umar ibn Abdulaziz bir kishini urushga buyurdi. Keyin esa ular g'azablarini yutadiganlar oyatini qiroat qildi va xizmatkorga uni qo'yib yubor dedi. Ikkinchi, o'zini Allohning jazosidan qo'rqitib, o'ziga o'zi Allohning mening ustimdagi qodirligi mening bu inson ustidan qodirligimdan buyukdir. Agar men unga g'azabimni sochsam, qiyomat kunida Allohning avfiga muhtoj bo'lib turganimda, u zotning g'azabiga duchor bo'lishdan omonda bo'lmayman deyishidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir xizmatkorni ish bilan jo'natdilar. U esa kech qolib ketdi. Xizmatkor kelganda, agar qasos olish bo'lmaganda ta'ziringni bergan bo'lardim dedilar. Ya'ni qiyomat kunida bandalarning bir-biriga qasos olib berilishi bo'lmaganda demoqchi bo'ldilar. Uchinchi, adovat va intiqom oqibatidan o'zini ogohlantirish. Zero dushman unga javob qaytarishga yeng shimarishi, uning obro'sini to'kishga harakat qilishi va boshiga musibat yetganda ustidan kulishi mumkin. U esa sinovga duchor bo'lishdan xoli emas. Shunday ekan, nafaqat oxiratdan, shu bilan birga g'azabning dunyodagi oqibatlaridan ham nafsni qo'rqitish lozim. To'rtinchi, g'azablangan paytdagi xunuk holatini tafakkur qilish. Buning uchun esa boshqa insonlarning g'azab holatidagi ko'rinishlarini eslashi kifoya. Darg'azab holatdagi shaxs yirtqich hayvon va qopag'on itga o'xshaydi. G'azabini tiygan halim, bosiq kishi esa payg'ambarlar, avliyolar, ulamolar hamda donishmandlarga o'xshashini ta'ammul qilsin. Keyin o'ziga yirtqich hayvonlar va pastkash insonlarga yoki payg'ambar va ulamolarga o'xshashni tanlash imkoniyatini bersin. Agar ozgina aqli bo'lsa, nafsi ulug'lar izidan borishni afzal ko'rishga moyil bo'ladi. Beshinchi, intiqom olishga chorlayotgan va g'azabini yutishdan qaytarayotgan sabab haqida o'ylab ko'rish. Albatta buning sababi bo'ladi. Masalan, shayton unga bu sening ojiz, beobro' va oyoq osti bo'lishingga sabab bo'lib, odamlar nazdida qadrsizlanishingga olib keladi deyishi mumkin. Shunda u o'ziga, ajabo, hozir chidashga g'ururing yo'l qo'ymayapti, lekin qiyomat kuni o'sha shaxs qo'lingdan tutib intiqom olgandagi sharmandalikkachi deyishi lozim. Oltinchi, bir ish o'zining xohishiga emas, Allohning irodasiga muvofiq bo'layotgani uchun g'azabi chiqayotganini bilish. Banda qanday qilib mening xohish irodam Allohnikidan afzal deya oladi? G'azab malhamining tarkibidagi amal qismiga kelsak, tilingiz bilan a'udhu billahi minash shaytonir rojim, ya'ni quvilgan shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'rayman deysiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jahl chiqqanda shunday deyishga buyurganlar. Oysha onamiz g'azablansalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning burnidan ushlab, "Ey Uvaysh", ya'ni Oyshacha, "Allohumma robbi Muhammad, ighfirli zanbi va azhib g'ayza qalbi va ajirni min mudillatil fitan", ya'ni Allohim, ey Nabiy Muhammadning Robbi, gunohimni mag'firat qil, qalbimning g'azabini ketkaz va meni fitnalar adashtiruvlaridan himoya etgin deb ayting, der edilar. Siz ham shunday deb aytishingiz mustahab bo'ladi. Agar bu bilan g'azabingiz ketmasa, turgan bo'lsangiz o'tirib oling. Agar o'tirgan bo'lsangiz yonboshlab oling. Siz yaratilgan tuproqqa, yerga yaqin bo'lib, o'zingizning quyi ekanligingizni anglang. Agar shunda ham arimasa, sovuq suv bilan tahorat oling yoki g'usl qiling. Chunki olovni faqat suv o'chiradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, agar biringiz g'azablansa, suv bilan tahorat olsin, chunki g'azab olovdandir deb aytganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar g'azabing kelsa, sukut saqla deganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azabi kelganlarida tik turgan bo'lsalar, g'azablari ketgunicha o'tirib olar. O'tirgan bo'lsalar, yonboshlab olardilar.
yomonlikni yaxshilik bilan daf eting. Alloh taoloning siz yomonlikni go'zalroq muomala bilan daf eting degan so'zi g'azab va nizo vaqtidagi eng yaxshi ish go'zal so'zlarni gapirib, kechirib yuborishingiz ekanligiga dalil bo'ladi. Zero yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarishdan afzaldir. Shunday ekan, g'azablangan paytda beadab so'zga beadab so'z bilan emas, balki bosiqlik va kechirimlilik ila javob qaytaring. Baqir-chaqir va do'q-po'pisa so'zlarni eshitganingizda o'zaro husumat va nizo bo'lmasligi uchun yaxshi so'zlar bilan javob bering. Odamlarga shirin so'z bo'ling. Alloh taoloning va odamlarga shirin so'z bo'ling degan oyatida yumshoqlik va muloyimlik ulovi odamlar o'rtasidagi o'zaro muomalada najot keltiruvchi to'g'ri yo'l ekanligiga dalil bo'ladi. Salomatlik bo'lsin derlar. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Rahmonning suyukli bandalari johil kimsalar bema'ni so'z qotganda salomatlik bo'lsin deb javob qiladigan kishilardir. Furqon surasi 63-oyat. Ushbu oyat odamlar bilan murosa qilib, ularning aziyatlarini muloyimlik, yumshoqlik va kechirimli bo'lish bilan daf qilib yashash kerakligini hamda avf qilish intiqom olishdan go'zalroq, yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarishdan komilroq ekanligini ko'rsatadi. Musulmon kishi aytadigan salomatlik so'zini o'zida his etadi va salomat holatda uning nafsi salomatlikka, ruhi esa sakinat va omonlikka ko'chadi. G'azablarini yutadiganlar. G'azab insoniy tuyg'u bo'lib, u bilan birga qonda to'lqinlanish yuzaga keladi. U inson borlig'ining muhim va zarur quvvatlaridan biri hisoblanadi. Inson taqvoning shaffof nuri va ma'rifatning ruhiy quvvati bilangina g'azab ustidan g'olib bo'ladi. G'azabni yutish birinchi bosqich bo'lib, uning o'zi yetarli bo'lmaydi. Inson g'azabini nafrat va adovat qilish uchun ham yashirishi mumkin. Bunda qaynagan g'azab ekilgan nafrat urug'lariga aylanadi. G'azab va achchiqlanish nafrat va adovatdan yengilroq hisoblanadi. Shuning uchun Qur'on oyatlarida taqvodorlar qalbidan ushbu yashirin nafratni to'liq ketkazish uchun avf qilish, kechirish va qalbni to'liq bo'shatishga chorlanadi. G'azabni ichiga yutganda u nafsga og'irlik qiladigan yuk va qalbni kuydiradigan alanga, vijdonni qurshab oluvchi tutun bo'ladi. Kechirib yuborganda esa qalb o'sha yukdan qutulib, nurli ufqlarga ko'tariladi. Unda sokinlik hamda salomatlik yuzaga keladi. Alloh taoloning g'azablarini yutadiganlar oyati musulmon kishi nafsi ammorasiga qarshi chiqib, g'azabini ichiga yutishi, uning yozish yoki gapirish orqali izhor qilmasligi kerakligini ko'rsatadi. Zero ichga yutish nafaqat nafsga qarshi kurashish va uni oddiy chidashdan ko'ra ko'proq narsaga sabr qildirish, qolaversa shaytonga qarshi kurashib, ustidan g'olib bo'lishdir. G'azabni yutishning fazilati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Kim g'azabini sochishga qodir bo'la turib, uni ichiga yutsa, Alloh uning qalbini qiyomat kunida rozilik bilan to'ldiradi. U zot banda Alloh azza va jallaning huzurida uning roziligini istab g'azabni ichiga yutishdan-da ajri ulkanroq narsani yutgan emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Kim g'azabini unga amal qilishga qodir bo'la turib ichiga yutsa, Alloh uni qiyomat kuni xaloyiqning oldiga chaqirib, hurlardan istaganini tanlash ixtiyorini beradi. Luqmon Hakim o'g'liga: Ey o'g'lim, yuzingning suvini tilanchilik bilan ketkazma. O'zingni sharmanda qilish evaziga alamingni olma. Qadringni bilgin, shunda hayoting senga manfaat beradi degan ekan. Sufyon Savriy, Abu Huzayma Yarbuiy va Fuzayl ibn Iyos to'planib zuhd haqida suhbat qurishibdi. So'ngra ular eng afzal amal g'azablanganda halim bo'lish va tashvish vaqtida sabr qilish deb xulosa qilishgan ekan. Odamlarni avf etadiganlar. Alloh taoloning odamlarni xato va kamchiliklarini avf etadiganlar degan so'zi avf va yaxshilik qilish sizni naim jannatlarga boshlashini ko'rsatadi. Aksi esa intiqom olishga sabab bo'ladi. Avf va isloh qilgan kishini ikrom qilish hamda ulkan savoblar bilan mukofotlash Alloh taoloning zimmasidadir. O'z birodarlarini avf qilgan kishiga mukofoti o'laroq Alloh subhanahu va taolo uni avf qiladi. Zero hadis-i sharifda kelganidek, u zot avf qilishni yaxshi ko'radi. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Alloh taolo marhamat qiladi. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Oli Imron surasi 134-oyat. Ushbu oyat inson ehsonning yuqori pog'onalariga chiqqan bo'lsa, o'ziga yomonlik qilgan kimsaga ham ezgulik qilishi, zulm qilganni avf etishi, yomonlik qilganni kechirib yuborishi lozimligiga dalolat qiladi.
Faqat g'azabini ichiga yutib, yomonlik qilganini kechirib yuborish kifoya bo'lmas ekan. Jannatdagi oliy darajaga yetishni istagan kishi birodarlaridan o'ziga yomonlik qilganga yaxshilik qilishi, aloqani uzgan kishi bilan rishtani bog'lashi va zulm qilgan kishini kechirishi kerak ekan. G'azablangan vaqtlarida esa kechirib yuboradilar. Alloh taolo o'z bandalarining gunoh va xatolarini o'tib yuborishiga ishora qilgandan so'ng ushbu sifatni kelishi bandalarini o'zaro bir-birlariga kechirimli bo'lishga undaydi. Darhaqiqat, g'azablangan vaqtda kechirib yuborish mo'minlarning sifatidir. Islom dinining bashariyatga nisbatan bag'rikengligi insonni toqatidan ortiq ishga buyurmasligida namoyon bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo g'azab insonning tabiatida mavjud bo'lgan xususiyati ekanligini yaxshi biladi. G'azabning hammasi ham yomon emas. G'azab Alloh uchun, din, haqiqat va adolat uchun bo'lishi kerak. Va bunda yaxshiliklar bor. Shunday ekan, g'azabning asli man qilinib, xato ish deb baholanmaydi. Aksincha, shariat uning inson fitratida mavjud ekanligini e'tirof etib, bandani o'z fitrati va dini o'rtasida hayratda qolishdan xalos qiladi. Ayni vaqtda g'azabi ustidan g'olib kelib kechirish va avf qilishga chorlaydi hamda bu xislatni iymonning yuksak xislatlaridan biri deb baholaydi. Qolaversa, ma'lum bo'lganidek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi uchun hech qachon g'azablanmaganlar. U zot faqat Alloh uchun g'azab qilganlar. Alloh uchun g'azablanganlarida esa hech narsa u zotning g'azablarini bosa olmas edi. Lekin bu payg'ambarning yuksak shaxsiyati darajasidagi g'azab bo'lib, Alloh taolo mo'minlarni shunday bo'lishga chaqirgan bo'lsa-da, unga barchani majbur qilmaydi. Bandalardan o'z shaxsiyatlari uchun g'azablanganlarida intiqom olish tuyg'usini yengib, qodir bo'la turib avf qilishlari va kechirimli bo'lishlari talab qilinadi. Allohning rahmati sababli ularga muloyim bo'ldingiz. Alloh taolo marhamat qiladi. Allohning rahmati sababli siz, ey Muhammad, ularga, sahobalarga muloyimlik qildingiz. Oli Imron surasi 159-oyat. Ushbu oyat insonlarga muloyim bo'lish Alloh taoloning rahmatidan ekanligiga dalolat qiladi. Alloh taolo kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni atrofdagi odamlar bilan muloyim gaplashadigan, kechirimlilik va yuksak axloq bilan muomala qiladigan qilib qo'yadi. Bunday kishi g'azab bilan orttira olmaydigan narsalarga o'zining muloyimligi bilan erishadi. Jumladan odamlarning mehr-muhabbatini qozonadi. O'z navbatida bu muhabbat bandani Alloh taolo yaxshi ko'rishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo bandalarining qalbiga mazkur unga muhabbat qilishni solib qo'yadi va ular uni yaxshi ko'rib qolishadi. Alloh taolo bandaning muloyimligi tufayli bandalarning qalblarini u tomon ochib qo'yadi va natijada bir-birlariga marhamat ko'rsatishadi. Agar dag'al bo'lganingizda, Alloh taolo bunday deydi: Agar dag'al va toshbag'ir bo'lganingizda, albatta ular atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Oli Imron surasi 159-oyat. Mazkur oyat qo'pol va toshbag'ir insonlar do'stlaridan ajralib, odamlar, yoru birodarlarining mehr oqibati va chaqiriqlardan mahrum bo'lib qolishiga ishora qiladi. Qo'pol so'z doim jamiyat tomonidan qoralanadi. Yumshoq va muloyim so'zlar esa odamlarga, ularning ko'ngil va ruhiyatlariga yoquvchidir. 7-qism. Buyuk xulq. Alloh taoloning albatta siz buyuk xulq uzradirsiz degan so'zi musulmon insonni ajratib turadigan iymondan keyingi eng katta narsa go'zal xulqi ekanligini ko'rsatadi. Go'zal xulq sharaf, rahbarlik va yuksaklik manbai bo'lib, u ko'krakdagi nishon, boshdagi tojdir. Muloyimlik, yumshoqlik, kechirimlilik va sabr kabi buyuk xulq Alloh taoloning bandalaridan rozi bo'lishiga, insonlarning shukrli bo'lishlariga, go'zal maqtovlar hamda yorqin tarixga sabab bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: Sizlarning menga eng suyukligingiz va qiyomat kunida menga majlisi eng yaqiningiz haqida xabar beraymi? Ha, ey Allohning rasuli deyishdi. U zot xulqi chiroyligingiz, muloyim, ulfat bo'lib, ulfatlanadiganlardir dedilar. Ulfat deganda chiqishimlilik nazarda tutilgan. Darhaqiqat, u zot sallallohu alayhi vasallamga majlisi eng yaqinimiz, odamlar bilan muomalada go'zal xulqli hamda kechirish, avf qilish, odamlar ozorini ko'tarish, ularga sabr va yaxshilik qilishni yaxshi ko'radigan, muloyim hamda oliyjanob nafs egalari bo'lar ekan. Buning mukofoti esa jannatda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning majlisiga yaqin bo'lishdir. Zero Alloh taoloning albatta siz buyuk xulq uzradirsiz degan oyatini tasdig'i o'laroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarning eng xulqi go'zali edilar.
Kim xulqda u zotga o'xshasa yoki yaqin bo'lsa, jannatdagi majlisi ham yaqin bo'ladi. Bu esa yomon xulq sohibi garchi jannatga kirsa ham Nabiy sollallohu alayhi vasallamning majlisidan uzoq bo'lishini bildiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday marhamat qilganlar. Qayerda bo'lsangiz ham Allohga taqvo qiling. Yomonlik ortidan yaxshilikni ergashtiring, uni ketkazadi. Odamlar bilan go'zal xulq ila muomala qiling. Mazkur hadis inson faqat taqvo, ibodat va tavba qilish bilan cheklanib qolmasdan, balki musulmon birodarlari hamda barcha insonlarning haqlarini ado qilish, ya'ni ularga nisbatan kechirimli, tavozeli, kichiklarga izzatda, kattalarga hurmatda bo'lishi, xato kamchiliklarini berkitishi kerakligiga dalil bo'ladi. G'azabdan qutulish uchun mulohazalar. Uxlashdan oldin o'zingizdan so'rang: qanday qilib hech kimdan g'azablanmasam bo'ladi? Falonchini kechirib yuborsam qanday bo'lar ekan? Keyin esa barchani kechirib yuboring-da, xotirjam holda uyquga keting. G'azabni tark qilishdan foyda ko'rganlarning birinchisi o'zingiz bo'lasiz. Biror kishining jahlingizni chiqarayotgan ishlarini qog'ozga tushiring, keyin esa uni yoqib yuboring. Ushbu qog'oz bilan birga g'azab hislari ham yonib, yo'q bo'lib ketyapti deb xayol qiling. Quyidagi iboralardan birini yozib osib qo'ying. Endi hech qachon o'zimdan ham boshqalardan ham g'azablanmayman. Kechirimli bo'lish, olijanoblik, ahamiyat bermaslik, sevgi, xayrixohlik, mehr, muhabbat, iymon, halimlik kuchdir. Oilamni yaxshi ko'raman. Men kechirimliman. Insonlarga yaxshilik tilayman. Men yaxshi ko'radigan insonman. Hayotimni yaxshi ko'raman. Qalbim muhabbatga ochiq. Muhabbat va g'azabdan voz kechishda qo'lim doim ochiq. O'zimga ishonaman. Boshqalarga ishonaman. Bulardan birini tanlab, uni kompyuterda tering. Keyin uni biror suratga qo'shib dizaynerga bering. Tayyor bo'lgandan keyin devorga ilib qo'ying. Bir muddat o'tgach, yanada kechirimli va ijobiy shaxsga aylanasiz hamda g'azab sizdan ustun kela olmay qoladi. G'azabni izhor etishdan qaytaruvchi omillar. Birinchi, inson har kunining avvalida g'azablanishning zararlari, salbiy oqibatlari, g'azab qilmaslikning foydalari borasida fikr yuritishi kerak. Natijada bir kishi biror buyumni sotib olishdan avval uning qanday ziyon va manfaatlari bor ekani haqida o'ylab ko'rganidek, u ham g'azablanishga shunday munosabatda bo'ladi. Ikkinchi, g'azab qilmaslik umrini uzaytiradigan sabablardan biri ekanini yodda saqlashi kerak. Chunki baxt saodat ichida xotirjamlikda yashashga haqiqiy ma'nodagi umr deyiladi. Vaqtni asabiylik bilan o'tkazish umrning zavoli sanaladi. Uchinchi, hayot qisqa ekanini anglab, uni g'azab, tushkunlikka tushish, umidsizlanish orqali yanada qisqartirmaslik. To'rtinchi, sabr qilish. Zero Nabiy sollallohu alayhi vasallam hech kimga sabrdan afzalroq, yaxshiroq narsa berilmagan deganlar. Sabr dunyo hayotida insonga ato etiladigan eng ulug' xazinadir. Shu sabab sabrni doim yodda tutib, uni hayotga tatbiq etishga harakat qilish lozim. Sabr qilishga yordam beruvchi samarali dorilardan biri Allohning huzuridagi savobga intizor bo'lish. Alloh taolo sabrli va g'azablarini ichiga yutadigan bandalarini savob bilan mukofotlaydi. G'azablarini yutadigan, odamlarni xato va kamchiliklarini avf etadiganlardir. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Oli Imron surasi 134-oyat. Qur'oni Karimda g'azabni tark qilishga juda ko'p va katta savoblar kelganini uchratasiz. Chunki insonga yetadigan zararlarning aksari aynan g'azabni izhor etish sababdan yuzaga keladi. Bashariyat kasb etadigan ma'siyatlarning asoslari g'azab, shahvat va g'aflatdir. G'azab hayvoniy nafs sabab yuzaga kelib, nohaq qotillik, do'pposlash, haqorat, jarohat yetkazish, nohaq hibsga olish, taloq berish, ajrim, masxara qilish, zulm kabi salbiy ishlarga olib keladi. Shuning uchun darg'azab nafs yirtqich hayvon nafsidan deb aytiladi. Inson hayvoniy nafsdan xalos bo'la olsa, farishtalar safida bo'ladi. Bu maqomga esa uzoq tajribalar orqali erishiladi. Amerikada dengiz floti qo'mondoni Miller to'g'risida o'qib qoldim. U Ikkinchi jahon urushida ishtirok etib, Yapon dengizga tushganida bir dengizchini otib o'ldirib qo'yadi. Qamoqqa kirib chiqqandan keyin esa yana o'zini o'nglaydi. Undan qanday qilib shu darajaga yetib keldingiz deb so'ralganida bunday javob bergan ekan: Men bu darajaga yetgunimcha Amerika dengiz floti qo'shinida boshliqlarim tomonidan odam zoti ko'tara olmaydigan haqoratlarni eshitdim. Ular meni ayyor tulki, ola ilon, o'g'ri deyshar edi. Lekin men bularni ichimga yutib, tishimni tishimga bosar edim. Hammasiga sabr qildim. Men sizlar tasavvur qila olmaydigan holatda edim. Hozir esa meni biror kim so'ksa, yonimdagi devorga gapiryapti deb qabul qilaman.
Musulmon kishi haqoratga uchraganda o'zini ana shunday xotirjamlikda tuta olishi lozim. Xotam Toiydan arablarga qanday bosh bo'ldingiz deb so'rashganda 2 bayt she'r bilan javob bergan ekan. Gap eshitsam hasadchidan bir so'zni, javrayver, deya mag'rur tutdim o'zni. Aybladilar koyigancha xo'p jonin, kulib turdim qadagancha ko'zni. U o'zi haqida salbiy gaplarni eshitsa, u meni nazarda tutmagan. Ey yomon so'zlar, o'zingizdan avvalgi haqoratlar kabi mendan nari bo'ling der edi. Ana shunday bo'lish kerak. Xotami Toi johiliyat davrida yashagan shaxs bo'lsa-da, shunday ochiq ko'ngil va tanqidlarga ahamiyat bermaydigan inson bo'lgan. Agar kimdir siz bilan janjallashishga harakat qilsa, bilingki, unga shu kerak. Ammo sizga bundan foyda yo'q. Imom Shofiiy rahimahulloh bunday deydi: Nodon sizga o'z so'zini aytganda unga javob qaytarmang. Sukut qilganingiz unga javob berishdan yaxshiroqdir. Agar javob qaytarsangiz, uning dilini yayratgan bo'lasiz. Javobsiz tashlab qo'ysangiz, o'zi ich etini yeb tamom bo'ladi. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Bas, shunday ekan siz johillarning aziyatlariga sabr qiling va ularni chiroyli yuz o'girish bilan tark eting. Hijr surasi 85-oyat. Bas, mening burchim chiroyli sabrdir. Yusuf surasi 18-oyat. Hamda ularni chiroyli tarzda tark eting. Muzammil surasi 10-oyat. Chiroyli tark etish, go'zal yuz o'girish, chiroyli sabr, bularning barchasi g'azabni muolaja va uni tark qilishga chorlovchi ko'rsatmalardir. Chiroyli sabrda shikoyat qilish, chiroyli tark etishda ozor berish, go'zal yuz o'girishda tani toshi otish bo'lmaydi. Alloh taolo boshqa oyatda bunday deydi: Johil kimsalar bema'ni so'z qotganda salomatlik bo'lsin deb javob qiladigan kishilardir. Furqon surasi 63-oyat. Bu ham g'azabning muolajalaridan biri hisoblanadi. Agar biror kimsa sizni haqorat qilsa, sog' bo'ling deb javob qiling. Agar qabih so'zlar bilan aziyat yetkazmoqchi bo'lsa, salomat bo'ling deya yo'lda davom eting. Psixolog va yozuvchi William James bunday deydi: Agar jurnallarda siz haqingizda yozilgan bema'ni maqolalarga ko'zingiz tushsa, ularga javob qaytarib o'tirmang. Chunki odamlarning yarmi uni o'qimaydi, yarmi esa vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan o'qigan narsasini esdan chiqaradi. Ammo siz unga javob yozsangiz, maqolani o'qimaganlarni uni o'qishga, o'qiganlarni esa mazkur ma'lumotni yanada tasdiqlab olishlari uchun qayta o'qishiga sabab bo'lasiz. Qarabsizki, siz haqingizdagi maqola hamma yoqqa tarqab ketadi. Shuning uchun avvaldanoq g'azabingizni oshkor qilmaslik ila muammoni bartaraf eting. Agar mening qo'limda bo'lganda barcha ofis va stollarga, har bir bog' va bozorlarning kirish qismiga, chorrahalarga, jami oliygoh, fakultet va maktablarning eshiklariga g'azablanma deb yozib qo'yar edim. Tushkunlik g'azablanish natijalaridan biridir. Agar ishlarimni boshqatdan qilish mumkin bo'lganida dastlab o'kinma, ya'ni mahzun bo'lma kitobini emas, g'azablanma kitobini yozishdan boshlagan bo'lardim. O'kinmani yozganimda insonlar mendan nima uchun g'azablanma degan kitob yozmadingiz deb so'rashdi. Ular fikrlarini bunday izohlashdi. Aslida biz g'azabimizni sochib, ayollarimizni taloq qilib qo'yganimizdan, yaqin insonlarimizga zarar berib, o'rtamizdagi rishtalarni uzganimizdan keyin mahzun bo'lamiz. Haqiqatan g'azab g'amginlikning muqaddimasidir. Men jamiyat orasida yashab, hayvoniy nafslardagi ko'plab ruhiy xastaliklarning guvohi bo'ldim. Oila, do'stlar, moliyaviy kelishuvlar va xalqaro bitimlarning barchasida ijobiy natijalar g'azablanma shiori ustiga quriladi. Biz ushbu shiorni hayotimizga tatbiq qila olsak, ya'ni har bir qarorimizni xotirjam holatda, aql bilan qabul qilsak, ko'plab ishlarimiz biz rozi bo'ladigan tomonga o'zgaradi. Muammo shundaki, g'azablanib turgan kishi to'g'ri qaror chiqara olmaydi, chunki o'sha vaqtda shayton uni boshqarayotgan bo'lib, voqelik insonga o'z aslidek ko'rinishiga yo'l qo'ymaydi. Chunki g'azablanish aqlning to'silishi hisoblanadi. G'azab aqlni to'sib qo'ygan chog'larda inson o'zi nima qilayotganini anglamaydigan holatga tushib qolganini ko'ramiz. Hatto qotillik qilib qo'yadi. Mahkamada tergov qilinganda esa Allohga qasamki, hech kimni o'ldirganimni bilmayman deydi. Chunki u o'sha paytda g'azablangan holatda bo'lgan. G'azab insonning qulog'ini, ko'zini, ongini shu darajada berkitib qo'yadi. Allohim, shaytonning olovlaridan biri bo'lmish g'azabdan o'zing panoh ber. Shuning uchun ham Sulaymon alayhissalomga bir kishi kelib nasihat so'raganda, g'azab qilma deb aytgan ekanlar. Payg'ambarlar Sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham o'z nasihatlarida g'azab qilma, g'azab qilma, g'azab qilma deb takrorlaganlari bejiz emas. G'azablangan vaqtda quyidagilarga rioya qilishingizni kutib qolaman. 1. Darg'azab. O'tkir hissiyotlar ila qasos, intiqom olishni istagan shaxslarning keskin ruhdagi kitob va maqolalarini o'qishdan saqlaning.
Chunki undagi mulohazalar qizishgan vaqtingizda intiqom olishga bo'lgan rag'batingizni oshirib, keskin harakatga undaydi. Balki bosiq, boshqalar bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan insonlarning mehr va muhabbat bilan yozgan kitoblarini mutolaa qiling. Ikkinchi, olimlar, axloqi go'zal insonlar davrasida o'tirishga harakat qiling. Shu orqali ulardan aziyatlarga sabr qilish, g'azabni ichga yutish, kechirimli va ularga bag'rikeng munosabatda bo'lish kabi xulqlarni o'rganasiz. Dastlab taqlid qilib ergashasiz, asta-sekin sizning ham xulqingizga aylana boshlaydi. Uchinchi, shuning muqobilida yomon xulqli shaxslardan uzoqda bo'ling. Aytishadi-ku, qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi. Tabiiyki, o'zingiz sezmagan holda undan ta'sirlanib, badxulq bo'la boshlaysiz. Nodonlarning yomon xulqlari xuddi qo'tir kasalligi sog'lom insonga yuqqani kabi yuqumli bo'ladi. To'rtinchi, har kuni g'azablanma tavsiyasi qarshisida o'tirib, uning foydalari va samaralari borasida tafakkur qiling. Kuningizni xotirjamlik, ruhiy barqarorlik va mamnuniyat ila boshlang. Sizda g'azablanmaslik madaniyati shakllanib, bu sizning xarakteringiz va kundalik hayotdagi holatingizga aylansin. Chunki siz bu xislatga qachon ehtiyoj sezishingizni bilmaysiz. Uyda, ofisda, avtomobilda, bozorda va boshqa har qanday joyda kerak bo'ladi. Agar vazminlik tabiatingizning bir bo'lagiga aylansa, bu xulq sizni ko'plab baxtsizliklardan himoya qilib, manfaat keltirishiga guvohi bo'lasiz. Odamlarga g'azablanmaslikni nasihat qilish zarur ishlardan hisoblanadi. G'azab otiga mingan insonni ko'rganingizda hovuridan tushirib, og'ir bosqilik, halimlik, go'zal xulqlarga undab nasihat qiling. Husumat va urush janjalga borayotganlar orasini isloh qilasiz. Biroq bunday nasihatgo'y bo'lish uchun avval insonning o'zi ana shu xulqlarni o'zida mujassamlashtirib, ularni hayot yo'liga dastur qilib olgan bo'lishi shart. Zero o'zida yo'q narsani birovga berishning iloji yo'q. Shu ezgu ish orqali oyat karimada kelganidek isloh qiluvchilar safida bo'lasiz. Alloh taolo bunday dedi: ularning ko'p shivirlashib gaplashishlariga yaxshilik yo'qdir, magar sadaqa berishga, ezgulikka yoki odamlar o'rtasini isloh qilishga buyurgan bo'lsalar, bu yaxshidir. Niso surasi 114-oyat. Halim, kechiruvchi bo'lgan solih zotlarning hayot haqida so'zlaydigan qissalar, rivoyatlarni ko'proq o'qishga harakat qiling. Ularni boshqalarga ham yetkazing. O'zingiz ham boshqalar ham hikmatlaridan, hayotiy foydalardan bahramand bo'lib, o'zingizni isloh qiling. Ushbu go'zal axloqlar boshqalar bilan kundalik muomala munosabatlaringizda sizga yordam beruvchi hayot tarzingizga aylanib ketsin. Ularning izidan borib, ularga Parvardigorlari ato qilgan go'zal xulqlarga ergashing. Shunda siz ham ularning karvonida, saflarida bo'lasiz, inshaalloh. Mavzu doirasida. Fransuz qurol-yaroq tijoratchisi Dasu bunday deydi: qurol aslahalar yer yuzini 6 marta vayron qilishga yetadi. Lekin insonlar qalbidagi nafrat, g'azab esa yerni marotabalab vayron qila oladi. Odamlar saraton kasalligidan xavfsirashadi, vaholanki unga insoniyatning 7% uchraydi. G'azab esa bashariyatning qariyb 90% bemor qiladi. Biror kishining o'limiga yoki qonli urush boshlanishiga sabab bo'lgan biror kasallik haqida eshitmaganmiz. Biroq g'azab bilan xastalangan odam yuzlab insonlar halokatiga, balki millionlab odamlarning ommaviy qirilishiga, shaharlarning vayron, bog'-rog'larning yo'q bo'lishiga sabab bo'lganini guvohimiz. Kasallikka chalingan bemor ma'lum dorilar bilan sog'ayib ketishi mumkin, lekin darg'azab odam g'azabning davosini bilmasa, umrining oxirigacha xasta holida yashaydi. Ichida olovni olib yurgani sabab u odamlarning baxtdan eng uzog'i va badbaxtlikka eng yaqinidir. Darg'azab odam qanday qilib boshqalar bilan iliq aloqalar, do'stona munosabatlarini tiklay olsin? U xo'mraygan yuzi, achchiq va beadab so'zlari bilan allaqachon ularni o'zidan sovutib bo'lgan-ku. Darg'azab odamlarni yaxshi ko'radigan, ularga yaqinlashishga harakat qiladigan biror kishini ko'rganmisiz? Solih insonlar doim g'azabga duchor bo'lishdan Allohdan panoh so'rashar edi. Chunki u adovat urug'i, do'stlik va iliq munosabatlar kushandasidir. Agar bexosdan jahlingiz chiqib ketsa, shu zahoti g'azab qanday xunuk oqibatlarga sabab bo'lishini eslang, fikr yuriting. Siz xotirjam bo'lib, aqlingiz o'zingizda bo'lganida to'g'ri qaror chiqara olasiz. Ammo g'azab otiga minganingizda o'zingizni xuddi majnundek tutasiz. G'azab holatida chiqarilgan qarorning natijasi muvaffaqiyatsizlikdir. Chunki inson bunday paytda mo'tadil bo'lmaydi. Ishlarni to'g'ri tasarruf eta olmaydi. Beaql, nodon, serjahl, yomonlikni xush ko'radigan odamlardan uzoqlashishga harakat qiling. Ular sizni g'azabga chorlaydi. Iymonli, bosiq, solih insonlarga yaqin bo'lishga intiling. Bir lahzalik g'azabning qiymati butun dunyoga teng bo'la oladimi? Nima uchun ahli ayolimizga,
farzandlarimizga, do'stlarimizga, xizmat vazifasini o'tayotganlarga g'azabimizni sochamiz. Umrimiz shunchalik cheksizmiki, uni g'azab, g'am, tashvish, afsus, nadomatga sarflasak. Buncha umr ko'rdim deb necha yil yashaganingizni aytmang. Mamnuniyat va xotirjamlikda o'tkazgan vaqtlaringizni umr deb biling. G'azab va asabbuzarlikda o'tgan onlarni esa hisobdan chiqaring. Ular balo-yu kulfatdan boshqa narsa emas. Barcha buyuk va dono insonlar o'z nafsi ustidan hukmron bo'lib yashagan. Hayotda qoqilgan va muvaffaqiyat qozona olmaganlarning barchasi ustidan g'azab o'z so'zini o'tkazgan. Darg'azab inson qo'lida to'pponcha tutib, o'z qurbonini yerga qulatishni kutib turadigan shaxsga o'xshaydi.